بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله حمد السنا Hamdü sana bo'lsin shunda zotga kim qalblarimizni iymon nuri bilan munavvar qilgan, hidoyat bergan, o'zini tanittirgan, o'z uyiga mehmon qilgan Allohga hamdü sanolar bo'lsin. Payg'ambarlarning a'losi oxir zamon payg'ambar, qiyomat kunida ummatim deb shafaat qiladigan janobi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salavot-u shariflar, durud beadatlari bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli ahli islom, ahli iymon, mo'min musulmon birodarlar. Bugun sayyidul ayyom, hajjul masokin, bir fazilatli kun. Shunday kunda Allohning buyrug'ini, Allohning farz qilgan juma namozini o'qiyman deb ertalabdan tayyorgarlik ko'rib, ixlos, e'tiqod bilan, ozoda libos, toza qalb bilan, toza vujud bilan masjid sari qadam qo'yib keldinglar. Iloyo Alloh har bir bosib kelgan qadaminglarga Alloh hasanat ato aylasin. Ikkinchi qadamlarimizga Alloh bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizga Alloh o'zi kafforat qilsin. Allohim ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Tan jonimizni sog' salomat qilib o'zini uyiga keltirgan kim birodarlar? Alloh. Qalbimizga hidoyat bergan kim? Alloh. Duo qildiradigan Alloh. Gunohlarni mag'firat qiladigan Alloh. Iloyo Alloh barchalarimizni gunohlarimizni o'zi mag'firat qilsin. Bu ibodatlarimizni davomli qilsin. Duolarimizni qabul aylasin. Ko'p yillar mana shunday ulug' ibodatlarni birgalikda ado qilib borishni Alloh nasib aylasin. Janobi sarvari olamni shafoatlaridan Alloh hammamizni o'zi bahramand qilsin. Mana har doimgidek g'animat vaqtdan foydalanib, sizlarga qo'limizdan kelgancha Alloh subhanahu va taoloning oyat-i karimalari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklaridan baholi qudrat Alloh qodir qilgancha yetkazishga harakat qilamiz. Allohning o'zi yordam bersin. Banda xatodan xoli emas. Mabodo bizda ham bir xil kamchilik yo'q, xatolik bo'lib qolsa, Alloh o'zi to'g'rilab, o'zi hidoyatga boshlasin. Janobi sarvari olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Bu hadis muborak Abu Hurayradan rivoyat. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu annahu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam thalathun munjibat va thalathun muhlikat va thalathun darajat va thalathun kaffarat. Rasululloh aytgan ekanlarki, 3 ta narsada najot bor. Nimadan? Azobdan, xorlikdan, 2 dunyo azob xorligidan 3 ta narsada najot bor. 3 ta narsada halokat bor. Oxiri halokatga yo'liqish bor. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. 3 ta narsada daraja bor, obro' e'tibor bor. El orasida bu dunyoda ham, oxiratda ham darajasi bor. 3 ta narsada gunohlarga kafforat bor. Kafforat bo'ladi, ya'ni kafforatki gunohlarni yuvib, o'rnini savob egallaydi. Sarvari olam aytibdilarki, birinchi 3 ta narsada najot. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Shuni birinchisi xashiyatullohi taala fi sirrin va alaniyah. Rasululloh aytibdilarki, najotning birinchisi Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqish juda katta ish bu. Allohga ishonaman deydigan ko'p, lekin qo'rqadigan kam. Allohga ishonaman deydigan tilida ko'p, qalbidan mustahkami kam. O'shaning uchun o'zbekda bir gap borki, Xudodan qo'rqmagandan qo'rq deydi. Xudodan qo'rqmagandan qo'rq. Chunki u Xudodan qo'rqmagandan hamma narsani kutsang bo'ladi. Yaratganidan qo'rqmayaptimi? Unda hamma narsani kutsa bo'ladi. Qarang, Allohdan qo'rqib sudxo'rlik qilmayapsiz. Pulingiz bor. Siz ham sudxo'rlik qilsangiz bo'ladi, ayrim sudxo'rlarga o'xshab. Siz qilmayapsiz nimaga? Alloh harom deganni qo'rqib qilmayapsiz.
hayotda najot topdingiz. Ofat balolardan. Allohdan qo'rqib zinoga bormadingiz. Sizda ham nafs bor. Insonning nafsi nimalarni xohlamaydi. Lekin siz zino Allohni harom qilgan, iymondan ketadi bu Alloh zino qilganni deb qo'rqyapsiz. Najot topdingiz alamli azobdan, bu dunyoga xorlikdan, shu'sizlikdan, obro' ketishidan najot topdingiz. Allohdan qo'rqib o'g'irlik qilmadingiz. Birovni haqqi deb tarozdan urmadingiz o'g'irlik qilib. Yo boshqa o'g'irlikni qilmadingiz. Najot topdingiz. Allohdan qo'rqib birovni ig'vo g'iybatini qilmadingiz. Allohdan qo'rqib birovni diliga azor bermadingiz. Allohdan qo'rqishlikda ko'p najot bor. Mana shu Allohdan qo'rqmaganlar sudxo'rlik qiladi, poraxo'rlik qiladi, zino qiladi, o'g'irlik qiladi, birovni haqqini yeydi. Xudodan qo'rqsa qilamidi? Xudodan qo'rqsa, Xudodan qo'rqmayaptiki qilyapti. Xudodan qo'rqmagandan keyin ko'p gunoh ishlarda yuradi. Buni oxiri halokatini ko'radi. Hayotda ham ko'ryapsiz. Allohdan qo'rqmay har xil ishlarni qilgan oxiri nima bo'layotganini ko'ryapsiz. Oxiri. Shuning uchun Rasululloh aytdilarki, birinchi najot Allohdan qo'rqishlik dedilar. Ikkinchi najot val qasdu fil faqri val ghina. Boyib ketganda ham birday bo'lib turish. Kambag'al bo'lib turganda ham birday bo'lib turish. Bu juda qiyin bo'lsa kerak, ha. Kambag'al bo'lganda hammamiz ham kamtarin bo'lamiz, kamsiqimroq bo'lib qolamiz, hamma ham. Lekin ko'p odam boyib ketganda o'zgarib ketadi. Ikkita qo'l bilan ko'rishib turuvdi, bitta qo'lga o'tib qoladi. Bosh ham sal egilib turuvdi, orqaga qarab ketib qoladi. O'zidan o'zi ketib qolar ekan, o'zidan o'zi. Yopirmaydiz. Kechaga odammi shu? Kechaga boshqacha edi, 1 yil oldin yo 6 oy oldincha boshqacha bo'lib qolibdi deysiz. Keyin bilsangiz sal pul ko'payib qolgan, yo mansab ko'tarilib qolgan bo'lib qoladi, eshitib qolsangiz. Duosi ham boshqacha bo'lib qoladi. Ilgari jan nola qilib duo qilib turgan bo'lsa, duoni ham chala qiladigan, yuziga pataga tortib ham kelmaydigan bo'lib qolar ekan. Ayrimlar masjidga hali qiynalib qolgan paytda, puli kam paytda kelib turadi-da, ayrimlar pul ko'payib qolgandan keyin vaqt topa olmay qoladi. Bora shunaqalar. Bormi? Bor. Ba'zilar bor. Iymon mustahkam. Alloh berding menga pokligimdan deb iymonidan mustahkam bo'lib, yana iymoniga iymon qo'shilib mustahkam bo'lib ketaveradi. Va yana tejamkorlik. O'sha Alloh berganda bir kosa ovqatga qon to'yib qorni. O'sha mehmonlar ham me'yorida bo'yotdi. Endi bo'lib ketganda sochib yormang, xorlab yormang, isrof qilib yormang endi. O'sha 1000 boy bo'lganda ham bir kosa ovqatga qorin to'yib 10 kosa qilib uni ag'darib, ayniqsa mana bu to'ylarda sochish, isrof qilish, buni hammasini uvoli bo'ladi. Ibrohim Nahiy aytadilarki, bilasizmi, oldingi qavmlarga balolar nimadan kelgan? Nimadan kelgan? Oldingi o'tgan qavmlarning boshiga zilzila balosi, osmondan o'tli yomg'ir yog'ish balolari, vulqonlar otilishi balosi, ocharchilik balolari, qirg'in birodar kuchlik jang balolari nimadan kelgan? Ortiqcha tilda gunoh qilganlaridan. Ko'p gapirib ig'vo, g'iybat, fasod, bidir, dilozorlik, hammasi birinchisi tillarini tiymi, ig'vo, g'iybatchi, dilozor, sotqin, josus bo'lib ketganlaridan, mana shu tillaridan keladigan borki ofat birinchisi shu sabab bo'lgan. Ikkinchisi isrof. Isrofgarchilik. Mana ayniqsa to'ylar, yig'inlar bo'layotgan isrofchiliklarni qarang. Buni bor qiladi. Yo'q, qarz olib qilib, ayrimlarni bolalar non yeb o'tiribdi, qattiq nonni. Yaqinda bir birodarimiz kelibdilar. To'yga taklif qilib kelibdilar, to'yga. Domla amr ma'ruf qilamiz, borasiz, xo'p. Domla yana bitta iltimos bor, xo'p. Bitta hamda o'ziga tuzukroq odam bo'lsa deydi, men to'yimiz bo'lsam qarz berib tursa deydi. Qanaqa to'y qilyapsiz? Nima to'y qilyapsiz? Shartmi shu kechasi bazmi jamshid qilib, ichkilik qilib, odamlarga quyib berib, katta osh berish shartmi? Shartmi? Hozirgi to'ylarimizga bir nazar tashlang, bizning ota-bobomiz shunaqa to'y qilganmi? Pul sochishlar yana bo'layapti. Eshitib qolamiz. Palonchagani to'yida shunaqangi pul sochdiki deydi. O'shanga eting. O'sha haromga ketayotgan pulni, bir nochorga berchi, qiynalganga. Qiynalganga ber, qo'shningga ber, qarindoshingga ber. Yo'q. Unda yo'q bo'lib qoladi. O'zimda yo'q deydi. Soch bor. Ichkilikka sarf qil bor. To'pasiz xonadonlarda ham mana bu ichkilik. To'pasiz xonadonlarda guvoh bo'ldik. Joyga oshdan oldin keyin endi shu bir o'zimizga hurmatli xonadon deb
Ertasiga oshga bora olmasak ham biz bir ko'nni so'rab qo'yaylik, bir muborak botib qo'yaylik, to'y bo'ya deb borsak, to'ppa tuzuq xonadonda haligi otaxonni o'zlari ham o'tiribdi, duo berib, ichkiyini qo'yib qo'yay o'tirishibdi. Xudoni aldayman deydilar. Buni uvoli tutmaydimi? Ha? Dasturxonda ham ortiqcha taomlar, nonlar. Ya'ni nolinamiz ko'pchiligimizki, yig'inlarda bu bilinmayapti-yu. Qiyin. Dasturxonlarda bilinmayapti-yu, boy kambag'alligi birdek bo'lib qoldi-yu. Ota-bobomiz ko'rmagan mevalarni ko'ryapmiz-ku. Mayli, Xudoga shukr. Lekin ortiqcha riyo, ortiqcha narsa isrof bo'lmaydi. Isrofi oxiri yaxshilikka olib kelmaydi. Alloh o'zi Qur'oni Karimida marhamat qilib aytadiki: "Va ati zal qurba haqqahu val miskina va ibnis sabil va la tubaddiru tabdira. Innal mubaddirina kana ihwana ash-shayatin va kana ash-shaytonu robbil kafura." Qarindoshga, miskin va yo'lovchiga xayri ihson bilan qilishni, haqlaringizni ado eting. Isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'ymang. Chunki isrofchilar shaytonlarning birodaridir. Shaytonning sherigidir. Shayton Parvardigoriga nisbatan juda noshukur bo'lgan. Isrofchi shaytonning birodari. Qarindosh urug' miskinga bering o'shani, isrof qilayotganingizdan ko'ra. Halokat 3-dedilar, g'aflatda uyquda. Saharda uxlaydigan xalqning boshiga ko'p balolar keladi. Ser uyqulikdan tufayli bo'ladi. Endi 12-1gacha o'tiriladi-da. Kino ko'raman, serial bor ekan, nima bo'lakin bu safargisi nima bo'lakin, tug'amikin, tug'masmikin, boshqamikin, xotini kim ekan, bolasi kim ekan, xavotirida 12-1gacha o'tiradi. U yoqda u nima bo'lsa bo'ladi. Bu tashvishda uni bola chaqasidan. Xotini kim ekan, eri kim ekan tashvishda o'tiradi. Serial ko'raman deb. Ana undan keyin sahar tura olmaydi. Namozni ham endi ertalab o'qiraman deydi endi. Yotib, vaqtli yotib sahar turishda baraka bor. Odam sahar hezlikka harakat qilish kerak. Sahar hezi bo'lish kerak. Qarang bizni ilgarigi ota-bobolarimizni. Ertalab saharda o'zi yo'q, shariatda yo'q narsa. Nima deyishardi? Ertalab saharda turib, eshigini ochib qo'y, baraka kiradi deyishardi. Bejiz gap emas bular ham. Bular ham bir dalil bilan, isbot bilan qilingan ota-bobolarimiz gapirishgan shu gapni. Ertalab turib, eshigini ochib qo'y deyishardi. Baraka kiradi deyishardi. Shunaqa gap bormidi qariyalarimizda? Bekorga emas. Boyib ketganda ham birday bo'lish va sahar hezlikda najot topib ketar ekansiz. 3-najot val adlu fir riza val g'azab. O'zingizni foydangizga bo'ladimi, sizni zararingizga bo'ladimi? Odillikda turish. Adolatda hukm qilish. Alloh Qur'onda buyuradi. Astag'firu billah. Innalloha ya'muru bil adl. Adolatga buyuryapti Alloh. U yoqqayam, bu yoqqayam ob-havoga qarab ish qilmaydi, deyapti Alloh. Ob-havoga qarab ish qilmaydi, adolatli bo'ling, odil turing deyapti. Odamlarning ra'yiga qarab endi odamlar nima deydirkin demasdan, Xudoni, Allohning so'zini bilan olib, Rasulullohning so'zlarini bilan olib, ilni xalqni mana shu oyatga, Rasulullohning hadislariga amal qilishlikka tushuntirishlik bu odillik. Allohning so'zini odamlarga qarab nima bo'lakin, paloncha kamga tegib ketmasmikin, pistoncha kamga tegib ketmasmikin demasdan, odillik bilan Allohning oyatini Rasululloh yetkazishlik bu odillik. Endi oyat, hadis bir narsadan qaytarib turgan bo'lsa, biz odamlarga qarab uni qaytarmasak, Janobi Sarvari olam bu narsani qilmaylar, men qilmadim desalar, biz odamlar rayiga qarab shuni qaytarmasak, bu nohaqlik, bu adolatsizlik bo'ladi. Ali o'tirib, otaxon, "Bolalarim, olaveringlar. Sizlar endi ichaveringlar, biz ham bizda bo'lgan ishni qo'ya qolarsizlar, olaveringlar" desa, odillik bo'lmaydi. Iymon bormi? Harom deb qaytaring o'shani. Qaytaring. Odil bo'lasiz shunda, adolat bo'ladi. Allohning oyatiga, hukmiga, buyrug'iga bo'ysungan bo'lasiz. Endi indamay qo'ya qolayman, bu kiyovimda xo'jayinim ichyapti, indamay tura qolaysiz. Odillik yo'q bo'ldi. Allohning buyrug'iga amal qilmayapsiz. Qaytarmasak, nohaqlik, adolatsizlik bo'ladi. Alloh adolatga buyuryapti. Adolatga kelsak, bozorda adolat, masjidda adolat, oilada adolat qiling. Muomalada, ishda, xizmatda adolat qiling. G'irromlik, nomardlikni, g'iybatni qilmang. Hazrati Ali bir kuni bozorda yursalar, jangda yo'qotgan bir kiyimlarini ko'rib qoldilar. Bir yahudi haligi jangda yo'qotgan kiyimlarini sotib o'tiribdi. Hazrati Ali so'radilarki, "Hali yahudiydan bu kiyimni qayerdan olding?" "Bu meni kiyimim-ku." Yahudi aytdiki, "Bu meni oldimda turibdimi hozir? Bu
Bu meniki. Ali yo'q, bu meni kiyimim. Men buni jangda yo'qotgan edim. Hali Yahudi aytdiki, bu meniki. Sen meniki da'vo qil. Men onda turibdimi? Meniki-yu bu. Shunda Yahudi aytdiki, "Xo'p, bo'lmasa sizlarni qoziylar bormi?" Bor. Bo'lmasa yur, o'sha qoziyning oldiga borib hal qilamiz. O'sha vaqtda Shurayh degan qozi bor ekan. Qozi haligi Hazrati Ali bilan Yahudiyning so'zini eshitib ko'rib, "Yo Ali, sizni guvohingiz bormi?" "Bor, meni guvohim yo Shurayh. Xizmatkorim Xambar bilan o'g'lim Hasan." Shunda qozi aytdi, "Hasan sizni farzandingiz. Guvohlikka o'tolmaydi. Shariat bo'yicha xizmatkorizam. Shuning uchun sizni da'voingiz nohaq." Bu holni ko'rgan Yahudi hayron qolib aytdiki, "Shariatingiz shunchalik adolatli ekan, hammaga barobar hal qilar ekan. Bu shunday go'zal haq din ekan" deb islomni qabul qilgan ekan. Biz adolatda bo'lishimiz kerak. Har bir ishda, bolalar tarbiyasida ham adolat qiling. Bolalarni birini yaxshi ko'rib, birini yomon ko'rmang. Birini yaxshi ko'radigan, birini ortiq ko'radigan otalar bor. Bo'lmaydi. Hali foydasi tegadi, yo'rasa hal puldorrog'ini yaxshi ko'radi, men sal pul bo'lmaydiganlar yomon ko'radigan otalar ham bor. Wa'dilu bayna avladikum. Bolalaringiz o'rtasida odil bo'ling. Adolat hamma joyda birday. Musulmon adolatda hamma joyda birday bo'lish kerak. O'zini zarariga bo'lsa ham adolat qilish kerak. Masalan, ayniqsa mana ko'p qo'ydi chiqsalarda guvoh bo'lib qolamiz. Oila anaqa janjallarida. O'g'lingizda ayb, o'g'lingizni yomon desangiz sizni obro'yingizga tegib ketadi-a? Yoki qizingizda ayb, qizingizni yomon desangiz sizni obro'yingizga tegib ketadi. Siz mo'minmisiz? Iymoningiz bormi? Alloh ko'rib turibdi, namoz o'qiyapsiz. Namozimni Alloh qabul qilsin, tutgan ro'zamni Alloh qabul qilsin desangiz, to'g'risini ayting. O'g'limda ayb deng. Yo'q, qizimda ayb deb aytavering, adolatni qiling. Ana shunda sizni Alloh taolo mo'min ekanligingizni biladi. Sizni haqiqiy iymon bilan kuchlantiradi. Bor ham namoz o'qib, ham ro'za tutib, o'zini o'g'lida ayb bo'lib turganini bilib turibdi, biladi. Yo, meni o'g'limda ayb bo'lib kelinga ayb tashlaydi. Yo'q, qizda ayb bo'lib turibdi. Yo, meni qizim oppoq betda ayb deydi. Adolat qiling. Bolalarning o'rtasida adolat qilishlik. 3 ta narsada halokat debdilar. Fashuhun shadidun, o'ta baxillikda. O'ta baxillikda. Shu baxil odamlar ham bor, shu yig'ursa-yu, sarflamasa. Shu kasallik ekan bu ham. Oxiri yig'urgandan keyincha o'zidan qizinadigan qolgan ekan. Bolalar chaqirdan qizinadigan qolgan ekan. Yig'urgandan keyin. Birovga bermasa, so'rasangiz doim yo'q. Bu ham yomon ekan, halokat ekan. Baxillik qilib qo'lingizni bo'yningizga bog'lab olmang. Butunlay yoyib yubormang. Aks holda malomat va mahrumlikda o'tib qolasiz. Alloh davlat bergan bo'lsa, har bir insonda u ko'rinib turish kerak. Hali bir xilla bor. O'zi baxilda o'zini kiyimiga, o'zi kiyim kiyishga ham ana qilar ekan, baxillik qilar ekan, kiygisi ham kelmas ekan. O'zi kiymasa, birovga ham bermasa, bu oxiri halokatga olib keladi. Janobi Sarvar olam aytganlar, balolaringizni sadaqa bilan daf qiling, kasallaringizni sadaqa bilan tuzating dedi Janobi Sarvar olam. Ikkinchi halokat, odamzodni ujub deydi. Haligi o'ziga bino qo'yish, o'ziga ishonib ketish. Va ajabul mar'i bi nafsihi. O'zidan o'zi faxrlanib yuradi, mandakasi yo'q deydi. Bu dunyoda shu man. Bunda xuddi hayolida xato yo'q, kamchilik ham yo'q. Buni gapi qonun bo'lish kerak. Buni gapi to'g'ri. Shundoq o'ziga bino qo'yib yuboradi. Men xato qilman, men ham bandaman. Kechirim so'rash, birodarlar kechiringlar, xato qilman deyish. Oho. Takabbur. Takabburlik haqida qancha gapiramiz bo'lmasa, ko'p joyda. Ayniqsa mana shaytonning takabburligidan Qur'onda ham, Injilda ham, Tavrotda ham shayton manmaligidan mal'um bo'ldi. Bir oyat bilan aytib qo'ygan. Hech o'zgarmaydi. Uni hech kim o'zgartira olmaydi ham. U nimaga shayton? O'ziga bino qo'yganligidan, o'ziga ishonib ketganligidan. Bir xillar bor. Yoshlarimiz o'rtasida uchrab qolyapti, men xafa bo'laman go'mahalda. Ozgina bir ilmli Qur'on o'qiydigan bo'lib qolgan, manman, takabbur. Fatvoni berib yuboradi qo'rqmasdan. Kattalarni mensimaydi. Iltimos, qancha ilm o'tib ketgan bo'lsa ham, manmanlikdan pastga yuravering. O'ziga bino qo'yish yaxshi emas. Hokisor bo'laylik. Banda xatosiz bo'lmaydi. Har qandayda ham xato bor. Allomai Taftazoniy bo'lib ketganda ham inson nomi bor. Inson xatodan xoli emas. İnsonning umri o'z davriga bo'linadi. 30 yosh, 40 yoshga o'xshamaydi. 40 yosh 50 yoshga o'xshamaydi. 50 yosh 60 yoshga o'xshamaydi. İnson hayotidan sekin ko'rib puxtalanib boradi. Hokisor bo'ling, kamtarin bo'ling. O'zingizga bino qo'ymang.
bino qo'yishlik shaytonning ish. Uchinchi halokat hoyu havasga o'ta berilib ketish. Hoyu havas bizdagi xalqdagi boshqa xalqda bo'lmasa kerak. Hoyu havas to'y qilishda ham, boshqasida ham, imorat solishda ham shunikidan o'tkazaman deydi, shunikidan o'tkazaman. Anu qanaqa to'y qilibdi bunaqa? Nechta ashurashga menimcha, nechta domlalar bor? Ikkita, men 4 ta qo'yaman domlalarni deydi. O'tkazib qo'yaman deydi. Hoyu havas. Nima qilibdi kuyovga? Men mashina beraman deydi. Hoyu havas, manmanlik tagida nima turibdi? Mensimaslik turibdi boshqalarni. Nima bo'lganda ham erta eldan ortiq bormang. Toshib ketgan bo'lsa ham. El, xalq nima qilayotgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ling. Shunda nazardan qolmaysiz. Rasululloh aytdilar: "Kulu vashrabu va tasaddaqu walbasu fi g'ayri israfin va la muhilah." Allohning noz ne'matlaridan xohlagancha yeb ichinglar, xayr ihson qilinglar, kiyinib yasaninglar, lekin isrofgarchilikka, manmanlikka yo'l qo'ymanglar. Iloyo Alloh subhanahu va taolo Rasulullohning so'zlariga amal qilib, to'g'ri yo'ldan, sirotal mustaqimdan yurishni Alloh nasib aylasin. Hammamizni Alloh halokatdan o'zi asrasin. Alloh o'zi najot bersin. Ikki dunyo saodatini Alloh nasib aylasin.